Ziyoda og'riq do'stlarimiz nima uchun shuncha quvvatli yeb turib, tomoqdan miqdori jadimi ko'p yeb turib semiranmaydi? Bundaq do'stlarimizda birinchidan bo'lsa, oshqozon yog'iga 12 barmoq 3 yog'i bo'lib qolsa-mu, oshqozonning xizmati yaxshi bo'lmasa-mu semiranmaydi. Ikkinchidan bo'lsa, mushu jigarni issiq qoplab olgan, jigarning harorati eshib ketgan, uchayni issiq qoplab olganlik sababidan, jigarning harorati eshib ketish sababidan badanga kirgan oziqning quvvatini badanga taqtamganlikdan semiranmaydi, yegan chiroyi chiqmaydi. Qachon qarasa og'riq, vejiq turadi. Qavziyat sababidan semiranmaydi. Uchinchidan bo'lsa, ig'ir darajada o't yallig'i yeni atdigan qopqanda ig'iz ochiq qoladigan o't yallig'i sababidan semiranmaydi. Kundan kunga ojizlab, og'riqlab ketadi. Necha vaqtdan beri og'riq do'stlarimizga bizning unumli kafolat yasab berayotgan semirtish quvvat alvimizni tavsiya qilsam, men burun palon markadagi semirtish quvvat alvisini yegandim. Unumini ko'ramadim. Sizning o'xshashmi degandek gaplar bo'ldi. Shunga deyman, mushu umum badanni quvvatlab, semirtadigan mahsulot iste'mol qilgan vaqtda tabiiy issiq sovuqlikni aniq ayirib, sizning badaningizga mos kelamdi ekanmanda, aniq bilib iste'mol qilishingizni umid qilaman. Shunga yuqoridagi ahvollar menda bor. Har qancha qitmo semiramadim, tomoqni islab yeb baqdim. Go'sht kebab pololagman deganda oshqozon yo'g'idek edim, lekin men yana o'riq, badanim ojiz, tinim ojiz, o'riq. Mening samirgim batdi, immun kuchim oshirib, umum badanim quvvatligim batdi. Qaysi mahsulotni iste'mol qilsam, hajlagan pulimga rozi bo'g'idek unumini ko'raman deydigan do'stlar bo'lsanglar, mushu ustiga chiqarib qo'ygan Ablajon 2777 unlarni qo'shish orqali bizniki unumli kafolat yasab berayotgan 42 xil Uyg'ur tabobat hamdorasi shundaqlar mig'izlar javridan foydalanib ishlangan badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan oshqozon, uchay, tal, jigar, börekning xizmatini yaxshilab, oziqliklarniki badanga shumirilishini ilgari suradigan, qon to'liqlaydigan, immun kuchini oshirib, umum badanni quvvatlaydigan, badanni takshi tabiiy semirtadigan, semirtish quvvat mahsulotimizni to'lib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Iste'mol qiluvchi men tavsiya qilib beraman. Iste'mol qilgandan keyin sizlarga boshqa xaridordek o'zinglar unumini so'zlaysizlar. Boshqa zo'pillarimni ko'rib baqsanglar bo'ldi. Mush xaridorniki bergan imkoniyatlarniki ma'lum bir qismlarini chiqarib qo'ydim. Shularni ko'rib, haqiqiy unumlikmikan, unumlik emasmikan tanlab turib iste'mol qilsanglar bo'ladi do'stlar.